Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan kasallikning kelib chiqish sabablari va ularni davolash usullari haqidagi bilimlarimiz bilan bo'lishamiz. Buyuk bobolarimiz Ibn Sino, Jaloliddin Rumiy hamda Muhammad payg'ambarimizning bizga meros qoldirgan Qur'on kitoblari asosida maslahatlarimizni berib boramiz. Kanalimiz diniy bilimlardan yiroqda. Stress insonda qanday paydo bo'ladi? Charchoq, darmonsizlik, qo'rquv, uyqusizlik, jahl, muammolarga o'ralashib qolish, g'azab, nafrat, qizg'anchiqlik, o'zini va boshqalarni aybdor deb bilish, og'ir ruhiy siqilishlar, moliyaviy qiyinchiliklar, to'g'ri ovqatlanmaslik va boshqa bir qator faktorlar insonni kuchli stressga olib keladi. Buning davosi sport mashqlari, sevimli mashg'ulot bilan shug'ullanish, psixologik o'zini erkin va ona qornidan hozir tug'ilgandek pok his qilish, yong'oq, mayiz, pishloq yeb turish, gulli choylardan ichish, miyaga dam berish. Baqara surasining 137-oyatini ko'proq o'qish tavsiya etiladi. Fotiha va Ixlos surasini o'qib, suvga dam solib turib, ixlos bilan ichish buyuriladi. Bu vaziyatda inson ko'proq o'zini poklashi, boshqalarga yordam qo'lini cho'zishi lozim. Shunda yurak biroz xotirjam tortadi va inshaalloh dardiga shifo topadi.